kelgan shamol gul shavqini qayurmasin hech kishi mendek bo'lib sevganidan ayrilmasin hech kishi mendek bo'lib sevganidan ayrilmasin. Hozir Sulton og'am bilan yosh dramaturgimiz Hayitmat Rasul bilan yosh tomoshabinlar teatriga yana bitta muzikali asar yaratish niyatimiz bor. Hozir ish boshladik. Ana shunday fidoyiligi bilan Sulton og'am hozir muzikali drama janrini qandaydir bir tomonlarini ushlab rivojlantirish bilan band bo'lib turibdi. Bu ishlarida men Sulton og'amga katta muvaffaqiyatlar tilayman.
Aziz muxlislar, mana shu qo'shiqni birinchi bor kuylagan sevimli xonandamiz, Respublika xalq artisti Kommunapa Ismoilova ham ishtirok etmoqdalar. Men Sultonboyni shunday deb bilamanki, bu ashulani yuragining ichiga kirgizib olgan. She'rni avvalambor mana shu bastakor she'rni yaxshi tushunsa, shunga yaqimli ko'yni yuragidan bastalay oladi. Sultonboy konservatoriyada o'qib yurganda o'zimizni mana shu radio komitetni orkestrini ham muzikanti bo'lib ishlab turgan paytlari bo'lgan. O'sha davrlarda menga mana shu Jo'jim aytaman degan ashullarni, keyin mana bu Nodirani yozganlaridan Andijondan kelib birinchi bor menga pianinada aytganman, to'g'rimi Sultonboy? Ashullarni men pianinada aytib turib xalqqa Nodirada qanaqa ashulalar aytilyapti deganda birinchi eng sevimli ashulasi haqiqiy mana shu mana aytgan ashulam Tokay Uvaysini ashulasi juda monon bo'lib pianinada xalqqa monon bo'lgan. Televizorda aytgansiz. Undan keyin bu ashullarni televizorga o'sha pianinada aytib turib Nodirani nimasini Komiljon akam bilan berganlarda qanaqa yozilgan nima shunda men bu ashullarni aytganman. Keyin mana shu ko'yni telespektaklga shunday chiroylik Uvaysini yozganlarki, o'sha paytda Andijondan kelgan xatlar, Qo'qondan kelgan xatlar televizorni to'ldirib, men Uvaysini o'ynaganman. Faraqat Rahmat va Nodirani o'ynagan. Bu juda chiroyli chiqqan postanovka. Endi buni postanovka qilib teatrlarda o'ynalmagan, lekin muzikalniy bo'lib turib chiqqani mana shu orkestrda Donakam butun nimalarini qilgan. Juda bir qancha ashulalarini maroq bilan. Men shu ashulalarimni hozir o'rgangan shu ashulalarni o'zimni shogirdlarimga, o'quvchilarimga o'rgatyapman. Demak, shular ham shuni sevib aytyapti. Shularga bitta Tokayni hozir menimcha xalqqa yaqqani uchun, san'atkorga yaqqani uchun qancha san'atkor aytadi. Teatralniy institutda eng birinchi o'rgatish ashulasi o'shandan boshlanadi. Chunki o'sha uyg'otadi-da o'quvchida ham, studentda ham shu ashula aytish qobiliyati, yurak, mehr, shu ashulalarga borib tegish, shunday shirasi muzika eng katta rol o'ynaydi. She'rni ham yuzaga chiqazadigan muzika bo'ladi. Mana Kommunapa, siz aytdingizki, shu qo'shiqni pianino bilan konsertda aytganman deb. Biz bilamizki, pianino Yevropa asbobidir. Lekin shu bilan ijro qilganingizda ham shu qo'shiqni xalqqa manzur qila olibsiz. Buni boisi nimada deb o'ylaysiz? Kompozitorlar yozadi. Shuni kompozitorning notasiga qarab aytmasdan, shu notada pianinoda notani o'zini beradi. O'zingdan ham jilo qo'shsang, yurakdan, o'sha ashula ro'yobga chiqadi. Ko'ringandek qilib bu yerda kompozitorning aybi yo'q. Endi o'sha ashulachining ham o'zida ham she'rga berilishi kerak. Ey sohibi dil, buni ham qancha meni shogirdlarim aytadi. Undan tashqari bu ham teatralniy institutni birinchi ham vokalda o'rgatyapti, ham men ham o'rgatyapman. So'z bilan muzika monand kelganda. Men o'ylayman hali yoshim anchaga borsa ham, pensiyaga chiqsam ham hali yana davom qilib ashulalarini aytaman degan umidda.